Men Mamasoliyeva Makina Adilovna Shayxontohur tumani 112-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Hozirda katta guruh tarbiyachisiman. Maqsadim tarbiyalanuvchilarga milliy qadriyatlarimiz va ta'lim tarbiyani an'anaviy va zamonaviy usullarda yetkazib berishdir. Yil tarbiyachisi ko'rik-tanlovida ekologiya yo'nalishi bo'yicha qatnashyapman. Tashkilotimizda ekologiya yo'nalishi bo'yicha ota-onalar bilan keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, yaroqsiz batareykalarning ekologiyaga ta'sirini kamaytirish maqsadida batareykalarni umumiy chiqindiga qo'shmasdan maxsus idishlarga solish orqali tabiatga zararni kamaytirishni yo'lga qo'yganmiz va yaroqsiz batareykalarni utilizatsiya qilish bo'yicha ota-onalar bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Tashkilotimizda ekologiya markazi tashkil etilgan bo'lib, markazda tarbiyalanuvchilar bilan birgalikda tabiiy resurslardan foydalangan holda turli tajribalar o'tkaziladi. Bundan tashqari, tashkilotimiz bog'ida ekilgan daraxtlarni tomchilatib sug'orish texnikasi orqali bolalarga nafaqat suvni tejash, balki daraxtlarni muntazam suv bilan ta'minlash tushunchalari berilmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarga o'simliklar, hayvonlar, umuman tirik mavjudotlar, tabiat olamidagi inson va tabiat o'rtasidagi bog'liqlik va muvozanat haqida boshlang'ich bilimlarni o'rgatib bormoqdaman. Tarbiyalanuvchilarga atrof muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish maqsadida chiqindilarni saralash va ularni maxsus belgilangan idishlarga ajratish ko'nikmalarini shakllantirib kelmoqdaman. Hozirgi vaqtda tashkilotimizda maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyat asoslarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlat talablari va davlat o'quv dasturiga muvofiq maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik tushuncha asoslarini shakllantirishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman.